Instagramda video ko'rib o'tirsiz, bitta video yoqadimi, like bosib, kommentariyadan nima bo'lyapti? Bitta siz uzun kommentariya tashlagan bo'ladi, bilasizmi? Uni ham admin ham ping qilib qo'ygan. Sразу qaytib chiqamanda, like qatarib olib, ne interesuет bosib o'tib ketaman. Sразу. Ash kommentariyadan kirasan, kopirovat qilasan, yana kelib turib tashlaysan kommentariy. Ashi vaqtingni boshqa foydaliroq ishga sarflasang nima bo'ladi? Shuncha ketgan vaqtingga achinmaysanmi? Yoshligim do'rga chiqqan. Maytinglar 1 soat ishga o'tirsanglar, pul chiqadi bolalar agar bilmasanglar-da, to'g'risi. Yoki qog'ozni bunday bo'lib olib turib, bunday tashab, ruchkani boshingizga ishqab bunday ko'tarsanglar, fizika qonun ko'tariladi haligi. Invalidmikin bu bola deymi, ota-onasi qandashmikin bo'ladi bir-biri bilan deb o'ylayman-da, to'g'risi. Unaqa qilishmang. Undan ham yomoni bor, hali eng xunuk odamlar qiladigan ish deb o'ylayman shuni. Tim xunuk. Shunaqa xunuk haligi. Uni uchuv rasmi faqat sigaret pachkasini ustiga yopishtirsanglar bo'ladi, cheksanglar shu holatga kelib qoladi deb turib. Bu boshqa iloji yo'q-da ta'riflash, tushunasizlarmi? Haligi narxi deb so'rasangiz, direktdan javob yozing deb qo'yadi-yu. Haligi narxi deb so'ragan ekan 700 odam so'raydi, aka yo'q, javob bermaydi. Aka narxini eshitib insult bo'lib, mana bir taraf ishlamay qolib, mana bo'lib